Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana ikkita velosipedimiz bor, arzon velosipedimiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu mana bu. Bunisi hali shu yoshlarimiz sevadigan Xitoy gonchik velosipedimiz. Mana velosiped chiroyli, o'zim ko'ngildagidek qilib terdim. Ramalari germanskiy rama. Oldi orqa g'ildiraklari yangi. Xitoydagi bu. Ramasi, lekin ramasi, bagaji, egari, rullari, vilkalari germanskiy. Qolgan joyi Xitoydagi. Bu aksiyaga tushgan arzon narxda bular ikkalasi. Kimga yoqqan bo'lsa, narxi 500 ming so'm, kami yo'q. 500 ming so'mdan yo bunisini yoki bunisini tanlashlaring mumkin. Dastavkasi yo'q, lekin buni dastavkasi qilib bersa qoplamaydi bunga. Dastavkani agar pulini beraman desanglar, mayli chiqarib yuboraman. Uzoqroqdan bo'lsanglar, yaqin atrofdan bo'lsa mayli olib borib berishim mumkin. Lekin uzoqroqdan bo'lsanglar, dastavkani pulini bersanglar chiqarib yuboraman. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Buni ham pashti yangi velosiped mana. Pashti yangi. 500 ming so'm. Mana bunisi ham 500 ming so'm. Kami yo'q, bo'lish narxi. Agar kimga ma'qul kelsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar, xudo xohlasa chiroyli qilib yetkazib beramiz.